Keyin keladi. Keyin bu mashinada keladi jalab ani qiz bilan. Keladi-da, "Sen men telefon olmoqchi bo'lgan" deydi. Yiban, qatta ko'rgansa shunaqa deyishini. Qatta bor bilan, jinni bilan. Keyin u ham to'g'rida gapiravering, o'zingizda bo'lavering deb qo'yadi. O'zida bo'lmasa, o'zi keltirib qo'yadigan deyishadi. O'zi aktrisa 5 yil oldin gaplashganman Amatcha bilan. Keyin bo'pti-da, xullasda men telefon ko'rguncha deb qo'yadi uncha ham chala. Keyin u ham erkegingiz tushsin, haligi joyda komment yozasizlar-yu, ko'p odam "Voy, iPhone, ya bu gapirmaydim, men gapirgan joyda" deb qo'yadi. To'lka aytayapti unga. Men gapirgan joyda bu gapirmaydi, keyin yozadi-yu, ko'zi qonga to'lgan bolalar. Endi hammada nafrat, hammada kredit pul to'lanmagan, kimdir xotini bermagan, kimdir er yitarmagan, miyaga chiqib kimgadir yozish kerak-ku kommentariyani. O'sha payt, "Voy, pidaraz o'tirishini qara" deydi. U beshara, u ham aktyor o'zi. iPhone yondigini qara, bu